Assalomu alaykum hurmatli Sinefred logistika xizmati kuzatuvchilari. Hozir biz Arqbuloq manzilida turibmiz. O'zimizning ofis ham shu Arqbuloqda joylashgan. Hozir navbatdagi yuklarimiz yana yetib kelgan Xitoyning Qashqar shahridan. Hozir yuk tushirish jarayoni. Mijozlarimiz mashinalar uchun texnikalariga moy, boshqa solidor degan narsalar buyurtma qilishgan. Ikkinchi mijozimiz havo tozalagich, ya'ni havo muzlatgich. Yangi chiqqan mana shu yozgi kunda trend bor-ku magazinlarga. Shunaqa narsalar buyurtma qilishgan, o'z vaqtida olib kelib berganmiz. 7-8 kun ichida oralig'ida olib kelingan. Biz nimaga 7-8 kun deymiz? Bizda furalarimiz yetarli darajada, ya'ni bitta fura bo'lsa, ikkinchi fura orqasidan ketma-ket yo'lga tushadi. Ya'ni yuk yo'lda qolib ketish muammolari xudo xolisa umuman bo'lmaydi. Bemalol eski videolarimizda ham ko'rishinglar mumkin. Yuk necha kunda yetib kelganligi, qanaqa yuklar olib kelinganligi haqida batafsil ko'rishinglar mumkin. Hozir mana yuk tushirish jarayoni, bu yoqdan qarasangiz mana havo muzlatgichlar fura. Mana hozir Toshkent shahriga yetib kelgan Arqbuloqda bu Toshkent shahridan yana boshqa manziliga dastlabki qilib qazib yuryapmiz. Manzil Arqbuloq, hamma biladigan Betonkani yo'lida joylashgan. Agarda sizga ham sifatli logistika xizmati kerak bo'lsa, ya'ni Xitoydan yukni O'zbekistonga olib kelish xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.